Assalomu alaykum arkadaşlar, yaxshimisizlar? Hop, navbatdagi obyektimizni katyollarni bitirib, mana sistemalarimizni terib bo'ldik. Bugun 15-mart, уже qish chiqdi. Mana hozirda mana ustanovkalarni qilyapmiz. Yaxshisi qishni poylamasdan, qishga yaqin qilgizaman demasdan, mana shunaqa erta kunda qilgizib qo'ygan yaxshiroq bo'ladi. Sababi qish payti kelganda kimlardir musofirga chiqib ketib qoladi. Uyda yo'q bo'lishi mumkin. Har xil holat bo'ladi. Shu holatda shunday yoqib ishlatib ketaveradigan qilib tayyorlab qo'ygan yaxshiroq bo'ladi. Qishga yaqin qilaman-da degan sari hamma narsa qimmatlashadi. Har tomonlama erta kunda qilib qo'ygan yaxshiroq bo'ladi. Mana akamiz qish chiqqan, уже mana kunlar issiq, lekin mana katyollarni o'rnatib, mana отопление sistemalarini полный qilib chiroyli qilib qo'ydik. Issiq suv, sovuq suv hamma yo'q sanuzillargacha. Xudo xolasa bitsa, uylarning ishlarini ham olib ko'rsatamiz. Do'stlar, kimgadir shunday katyollar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shunday qilib mana ishimizni ham mana deyarli 80% ni bitirib bo'ldik. Faqat shu to'kishi, suv to'ldirib, chiroyli qilib yoqib bersak bo'ldi, xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Shunday katyollar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizlar dehqonchilik, xudo xolasa mana katyollarni ham o'zimiz chiqarib, mana ishlarni ham o'zimiz qilib berdik. Kimgadir katyollar kerak bo'lsa, uzoq joylarda bo'lsa, garantiyasini berib chiqarib beraveramiz. Do'stlar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.